Bu savol u uchun murakkablik qiladi. Yo savolni o'qi, yoki bu tomoshani tugat. 5 ta turli uy bor. Har bir uyda turli millatga mansub odam yashaydi. Ularning har biri turli ichimlik iste'mol qiladi. Turli markali tamaki chekadi. Ularning hech qaysi biri boshqasi ichadigan ichimlikni ichmaydi. Boshqasi chekadigan tamakini chekmaydi. Norvegiyalik birinchi uyda yashaydi. Ingliz qizil uyda yashaydi. Yashil uy oq uyning chap tomonida. Daniyalik choy ichadi-yu, shirinlik yaxshi ko'radigan odam mushuk boquvchi odamning yonida yashaydi. Sariq uyda yashovchi odam sigaret chekadi. O'rtada yashovchi odam sut ichadi. Shirinlik yaxshi ko'radigan odamning qo'shnisi suv ichadi. Palmal chekuvchi odam qush boqadi. Shved kuchuk boqadi. Norvegiyalik havorang uyning yonida yashaydi. Ot boqadigan odam havorang uyda yashaydi. Gul ekuvchi pivo ichadi. Yashil uyda kofe ichishadi. Shu 5 ta millat vakilidan qaysi biri baliq boqadi? Bilmayman. Nima?